Ayollar gormon analizlarini istalgan kunda topshirishlari mumkin emas. Chunki gormonlar hayz siklining fazasiga qarab keskin o'zgaradi. Masalan, FSG, LG, prolaktin, estradiol kabi gormonlar hayz siklining 2-5 kunlarida topshirilishi tavsiya qilinadi. Chunki bu davrda ularning haqiqiy bazaviy miqdori aniqlanadi. Progesteron gormoni esa hayz siklining 21-23 kunlarida topshirish tavsiya qilinadi va u orqali ovulyatsiya bo'lgan yoki bo'lmaganligini va sariq tananing faoliyatini baholash mumkin bo'ladi. Boshqa ba'zi bir gormonlar, masalan, qalqonsimon bezi faoliyatini baholaydigan gormonlar, insulin gormonini har qanday kunda topshirish mumkin. Agar siz ham gormon analizlaringizning to'g'ri natijasini olmoqchi bo'lsangiz, uni mutaxassis bilan qaysi kunda va qay tartibda topshirishni maslahatlashib olishingiz zarur. Buning uchun hoziroq quyidagi raqamlarga murojaat qiling yoki direktga yozing.